ikki tomonlama endometrioidni kistani o'lchamlari juda ham katta. Ikki tomonlama turbalarda gidrosalpinks, ya'ni yallig'lanib suv yig'ilishi, ularni ham o'lchamlari juda ham katta. Bu operatsiya bizga oson bo'lgani yo'q. Bu operatsiyamiz 3 soat davom etdi. Juda ham qiyin bo'ldi. Spayishni protsess, hattoki xirurglarimizni yordamga chaqirdik-da. 40 yoshdalar. Ular yosh bo'lishlariga qaramasdan ularda juda ham katta muammolar bor. 8-9 sm bachadonda adenomioz. Bachadon naylarini yallig'lanish hisobiga bachadon naylarini ichida suv yig'ilgan. Bu shamollashlar hisobiga ham shunaqa kuzatiladi. Ya'ni bu holat gidrosalpinks deyiladi. Operatsiyaga oldik. Bularning asosiy shikoyatlari 2-3 yildan beri kuchli og'riqlar, bel qo'l sohalarida va qon ketishi, miomani hisobiga bachadondan har hayz kelganda va hayzdan tashqari ko'plab qon yo'qotishlar kuzatilgan. Bu shikoyatlar bilan bizga murojaat qildilar va biz bularga bachadonni olib tashlash operatsiyasini amalga oshirdik. Aziz ayollarimiz, o'zingizlarga befarq bo'lmanglar. Shunaqa shikoyatlaringiz bo'lsa, vaqtida shifokorga murojaat qilish kerak. Bular o'z vaqtida murojaat qilmaganlar. Bunaqa darajalarga yetib kelish uchun ancha vaqt, yillar kerak bo'ladi. O'z vaqtida qanaqadir shikoyatingiz bormi, murojaat qilinglar vaqtida. O'zingizlarni sog'lig'inglar uchun o'zingizlar javobgarsizlar va vaqtida shifokorga murojaat qilishinglar shart.